Rossiyada politsiya xodimidan qochgan kuryer qo'lga tushdi. Rossiyada migrantlarga noqonuniy registratsiya, patent, ishlash xat-hujjatlarini tayyorlab beradigan katta bir yirik kompaniya qo'lga tushdi. Yo'l haqqini to'lashni xohlamagan mehnat muhojiri avtobus tekshirish nazoratchilariga qo'l ko'tardi va bu qo'l ko'tarishi uni 2 yil panjara ortiga tiqdi. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek men Qilichbek, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun ham sizlarga bir necha xabarlarni bugungi video roligimiz orqali taqdim etamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va bizni qo'llab-quvvatlashlik uchun arzimas bitta laykni bosib qo'ying. Bosdingizmi laykni? Sizga kattakon rahmat. Biz mavzuga o'tamiz. Moskvadagilar hozirgi vaqtda tekshiruv juda kuchayib bormoqda. Shuning uchun registratsiyangiz tugaganmi? Chegara kirdi-chiqdi qilib oling. Chegara kirdi-chiqdi qilish uchun esa mana bu telefon raqamlarga murojaat qiling. Sizga har doim eng yaxshilarini tavsiya qilganman. Rossiyada politsiya xodimidan qochgan kuryer qo'lga tushdi va katta ko'chada politsiya xodimlari uni turbaga kishanlab qo'ydi. Rossiyaning Nijegorsk oblastida migrantlar uchun noqonuniy registratsiya, patent, hujjatlar tayyorlab beradigan katta bir yirik kompaniya qo'lga tushgan. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga beskomissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Navbatdagi xabarimizga o'tamiz. Oddiy bir yo'l kira haqqini to'lamaslik uchun mana shu avtobus nazoratchilariga qo'l ko'targan mehnat muhojiri 2 yilga qamaldi. Arzimagan yo'l kira haqqi uchun. Marhamat, qisqacha video kadr tomosha qiling. Rossiyada ishlab yurgan qirg'iz, o'zbek, tojik millatdagi aka-ukalar, muntazam meni kuzatib kelayotgan obunachilarim, bugungi sizlarga yetkazadigan xabarlarim, ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Nasib qilsa keyingi video roligimizda ham bundan-da qiziqroq video roliklar sizlarga taqdim etaman. Har doim o'zingizni asrang. Rossiyada ishlayotgan bo'lsangiz, Rossiya qonun qoidalariga rioya qilishlikni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek men Qilichbek bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.